Assalamu alaykum hürmetli televiziya Uyghur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. İlham To'xta 2019 yillik Vaslav Qavul erkinlik nomzodi mukofotiga tanlandi. Sharq Turkistonda daryo kunlarini etkiselish harakati boshlandi. Diniy yoki e'tiqod sababli boshqalarga zulm qilish xalqaro qonunga xilof. Amerika Tayvanga 8 milliard dollarlik ko'rakchi aeroplan sotib berish planini ma'qulladi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosi xabarida mashhur Uyg'ur ziyolisi İlham To'xta Yevropadagi nüfuzluq erkinlik mukofotlarining biri bo'lgan Vaslav Qavul erkinlik mukofotining 2019 yillik oxirgi 3 nomzodining biri bo'lib tanlandi. Germaniyadagi İlham To'xtani qo'llash guruhining mas'uli Anvarjon apandining bildirishicha, 27 avgust kuni Yevropa parlament kengashi raisi Liliani Maori Paschoir nomida avatilgan xat orqali uqtirilgan bo'lib, İlham To'xta apandi 2019 yillik Vaslav Qavul erkinlik mukofotining oxirgi 3 nomzodining biri bo'lib tanlanganligi. Qolgan 2 nomzodning biri Tojikistonlik Buzug Mehr Yuro, yana biri yosh kishilik huquq faoliyatchilari nomidagi kishilik huquq tashkiloti ekan. Xatdan ma'lum bo'lishicha 29-sentabr kuni bu 3 nomzoddan biri rasmiy bekitilgan bo'lib, 2019 yili 30-sentabr kuni mukofot tarqatish murosimi o'tkaziladi ekan. Vaslav Qavul erkinlik mukofoti 1989 yili Sharqiy Yevropada kommunizm lageriga xotimi berish, Chex Jumhuriyatining demokratiylashishi uchun zo'r hassa qo'shgan. Chex Jumhuriyatining prezidenti Vaslav Qavul nomiga 2013 yili ta'sis qilingan bo'lib, mukofot sommasi 60 ming yevro deb bekitilgan. Anvarjon apandi yana Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan bostirish ilib berayotgan vaziyatda İlham To'xta apandini Vaslav Qavul erkinlik mukofotiga o'xshash nüfuzluq xalqaro mukofotlarga tavsiya qilishning Uyg'ur vaziyatini anglatishdagi muhim ahamiyatini ta'kidladi. Xitoy hukumatidan Uyg'urlarning qonuniy haqlarini o'zliksiz talab qilib kelgan İlham To'xta apandi 2014 yili 15 yanvar kuni Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, uningga atalmish milliy o'chmanlik qutratqulik qilish, Xitoy davlatini parchalashga urinish qatorliq jinoyatlar ortilib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo u tutqun qilingandan buyon G'arb demokratik davlatlarda İlham To'xtani shartsiz qo'yib berish sadolari bag'anch kuchayib, G'arb demokratik davlatlarda o'z qalam orqali tinchlik bilan Uyg'urlarning qonuniy haqlarini talab qilgan Uyg'ur sarxilini har xil nomlardagi xalqaro kishilik huquq mukofotlariga nomzod qilib ko'rsatish va taqdirlash faoliyatlarini davom qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, İlham To'xta apandi bu yil yana Amerika davlat majlisidagi bir qancha muhim arboblar tomonidan 2019 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan bo'lib, uningga bu yil 8-may kuni yana Amerika erkinlik sariyining 2019 yillik erkinlik mukofoti berilgan edi. İlham To'xta apandiga yana xalqaro mukofotlardan Barbara Goldsmith erkin yozish mukofoti, turk tillik yozuvchilarning erkin yozish mukofoti, Martin Annas kishilik huquq mukofoti, Weimar erkinlik mukofoti qatorliqlar berilgan. Xinhua agentligi Xinjiang gazetining 27 avgustdagi xabarida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda daryo ko'llarining ekologik muhitini yaxshilash uchun daryo ko'llarini radga solish harakatini boshlab, daryo ko'llar bo'yida qalaymiqon qurilish qilish, qalaymiqon yer qazish, daryo ko'llarga bo'lgangan suvlarni mangdirish degandek qilmishlarning cheklanadiganligi alohida ta'kidlangan. Muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar Sharq Turkistondagi suv masalasi, Bangtuanning uzun yillardan buyon suv manbalarini kontrol qilib kelayotganligini, Uyg'urlarning tarim vodisining ekologik muhitini tabiiy holatda saqlab qolish uchun tirishib kelgan bo'lsa-mu, Bangtuandagi Xitoy ko'chmanlarining ko'payishi bilan ularning oyig'i tekkanli joyda daryo iqillar va suv manbalari qurib ketganligini, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi barliq suv manbasiga bo'lgan mutlaq kontrolligini ishga oshirish, shuningdek kelgusida texmi zo'r sonda Xitoy ko'chmanlarini yetkazish xizmatiga tayyorlik qilish harakati bo'lishi mumkinligini bildirdi. 'Yevropa ittifoqi kishilarning diniy yoki e'tiqodlari sababli hujum nishoni qilinishining xalqaro qonunga xilof ekanligini, buningga qarshi kurash qilish uchun oldin olish xarakterli tadbirlarning elinishini bildirib, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar va bexatarlik siyosatlari oliy komissari Federica Mogherini diniy yoki e'tiqodlari sababli zo'ravonliklarning ziyonkashligiga uchraganlarni aslash kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, diniy yoki har qanday e'tiqodlar sababli kishilarga zulm qilishning xalqaro qonunga xilof ekanligi, buningga qarshi hamkorlashgan holda kurash qilish, cheklash kerakligini, o'tgan yili nurg'unlagan tragediyalik hujumlarning yuz berganligini, Yevropa ittifoqi qonunining kishilarning diniy yoki e'tiqodlari sababli hujum nishoni qilinishini cheklaydiganligini ta'kidlab, davlat organlari diniy va e'tiqod erkinliklarini kafolat ostiga olishi, dinga nafrat qilishga, zo'ravonlikqa va zulmga qarshi kurash qilish uchun oldin olish xarakterli tadbir olish kerakligini bildirdi. 20 avgust kuni Amerika Mudofaa Ministerligining boshqa davlatlarga qurol-yarog' sotib berishga mas'ul bo'limi Amerika qurultiyiga Amerika Tashqi ishlar Ministerligining Tayvanga 8 milliard dollar qiymatidagi F-36 ko'rakchi aeroplanini sotishga ma'qul kelganligini bildirgan.
Bu ehtimollik yuqori bo'layotgan kelishim amalga oshib qolsa, Amerika Tayvanga jami 8 milliard dollar qiymatidagi 66 dona F-36 ko'rashchi aeroplan, 75 dona ko'rashchi aeroplan motori va ko'rashchi aeroplanga munosabatlik boshqa saymonlarni setib beradi ekan. Amerika Mudofaa ministrligining bildirishicha, bu kelishim Amerikaning manfaati uchun emas, balki Tayvanning mudofaasini kuchlantirdi ekan. Bu Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi eng chong qurol yarog' tijorati bo'lib, Xitoy bu savdo kelishimiga qattiq qarshilik bildirgan. Xəbərlərimizdə kögünüڭlər rəhmət. Görüşkiçə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah qamanət.